Ha? O'tkazib qo'ydimmi? Malibuga o'tkazib qo'ydimmi? $3000 qo'shdingmi? Ha? $3000 qo'shdingmi? Ha? Ha? $3000 qo'shdingmi? Ha? $3000 qo'shdingmi? $3000 qo'shdingmi? Yo, $3000 qo'shdim debman. Ha? Malibu maniki, Malibu maniki. $3000 qo'shgansan sen, tushundingmi? Ha. Ha. Bor, seniki bor, ol. Men bu narsa deyapman. Tepinglar. Ben bekar nomingga o'tkazib beribman. Bekar nomingga o'tkazib beribman. Bekar nomingga o'tkazib beribman mashinani. Hozir ham nima qilib yurganingni bilyapman. San'at deb aldab, mashinani olib chiqib sotib keyin amiga tiqishsin. Menga kerak emas u, senga bir so'm. Men shunaqa yaxshi bo'lib turibman. Men senga, tushundingmi? Sen $3000 qo'shgansan. Ha, $3000 qo'shgansan sen. Tushundingmi? Tushundingmi? Malibu shunaqa bir pachka qo'shib olib berdimmi? Ha, 13000 ga olib berdim, $3000 qo'shdingmi? $10000 menikimidi? Ha. Sen rahmatam demaysan sen. Ha, rahmatam demaysan. Men dalboyibman nomingga o'tkazib bergan. Men dalboyibman nomingga o'tkazib bergan. Sen shuni haromxo'rligingni bilardim, ko'ncharligini. Ha. Seni haromxo'rligingni bilardim. Mashinani sotib etay pulimni qilib bergan. Tushundingmi? Tushundingmi? $3000 pulingni olib qo'ygan pulimni qilib bergan. Tushundingmi? Telefoningni pulini olib qo'ygan. Tushundingmi? Tushundingmi? Shu mashina qanchaga kelsa ertaga 11000 keladi, bundan keyin $3000 pulingni bu yerda 80000 pul telefoningdan qo'ygan. Ashiningni olgin tag'in, menga mashinani qaytib bergan. $800 pulingni ham olgan. Tushundingmi? Mashinani sotib menga pul qilib bergan.